Imarat Development nomi ostida uylarni qurib sotuvchi Marat Xayrullayevichdan odamlar norozi. U o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida doimiy ravishda mashhur insonlar bilan qurilish obyektlarini reklama qilib keladi. Shunaqangi g'alati odamlar bor. O'zi kvadrati 7,990 so'mdan bo'lsa, remonti bilan u yana nima qilib berish kerak? 3-4 kun vaqtingiz qoldi xolos. Bu lafzini olganman. Lafzini ustidan chiqadi. Bunga javob. Marat Xayrullayevichning arzon narx va qulay to'lov shartlari bilan jozibali ko'rsatilgan Sergeli City, Bristol City kabi loyihalarga yuzlab fuqarolar to'lov qilishgan. Ammo ko'p o'tmay mijozlar va kompaniya o'rtasida nizo yuzaga kelgani aytilmoqda. Qanaqasiga mendan 35 million pul olib qolishi mumkin, 2 yil pulimni aylantirib. Bitta uyi bo'lsa-ki, ishonsa odam. Mana Maratjon bitta uyni topshirgan. Pulimni qaytarib bersa bo'ldi. 1,5 yil bo'ldi pulim shular deyapti. Hozir men u pullarimdan qancha ishlar qilgan bo'lardim misol. Hali qurilishi boshlanmagan joyga 10% dan 120 million olib qolamiz deyishyapti. Ariza yozayotgan joyimda arizamni buklab tashavordi. 1 oy ichida qaytarib berish kerak edi, lekin mana 4 oy bo'ldi, hali 1 so'm ham olganim yo'q.